Qan topilsa bo'ladi, bolada rostdan ham enkopress diagnozi borligi. O'zi enkopress nimaligini kelmasga tushuntirib beraman. Enkopress bu xuddiki ozginagina kala tegib ketgandek bo'ladi. U qanaqadir farzand chishib qo'yishi enkopress emas, katta najosat emas. Ya'ni nijniy belyosiga, ya'ni ichki kiyimga tegib ketgan bo'ladi. И вот hidi chiqishni boshlaganda biladi ota-ona что bor, tegib ketibdi yoki arqmay chiqqansa, mana shunaqa bahonalar qilib urishadi farzand. Asli bu davomiy ravishda bo'lsa, bu enkopress bo'ladi. O'zi enkopress nimadan kelib chiqadi? Bu постоянно bosim, agressiya, bostirilgan emotsiya, ichki qarama-qarshilikda bola o'zini xuddi shunaqa jazolaydi. Va bolani постоянно samotsenkasiga tushirish, san unaqasan, san bunaqasan, loyiq emaslik hissini berish farzandga ichki muhitdan nizo kelib chiqib, ichki tomonidan beriladigan signal hisoblanadi. Enkopress bo'lgan bolachani обязательно proktolog ko'rsatish kerak, uni ko'rsatish kerak. U ruhiy bo'lyaptimi yoki organizmda qanaqadir осложнение ketyaptimi? Ko'rsatgandan keyin buni обязательно davolash kerak. Bu mana bir dahshatli diagnozlardan bittasi.